Ey xudoyim, axir bu qabrga kechagina mayit qo'ygan edik-ku. Kim buni qaytib ochdi? Mayit qani? Balki qorovuldan so'rarman. Qobil dedim. Nimalar bo'layotganidan xabaring bormi? Qobil chiqa qolsang-chi. Ey Teshavoy. Ertalabdan nega buncha baqirasan? Undan ko'ra borib qabr kavlasang bo'lmaydimi? Qo'yib yuborsang-chi ahmoq. Abdurahim akaning kecha vafot etgan qizi qabrda yo'q. Uni kimdir o'g'irlab ketgan. Qaysi xudosizning ishi bu? Men uchastkavoyga xabar qilaman. Bu noinsoflarni topmaguncha qo'ymayman. Seni esing joyidami? Hech kimga aytma. Muammo ko'payadi. Qabrni esa avvalgidek ko'mib qo'yamiz, bo'ldi. Ha? Menga farqi yo'q. Men baribir aytaman. Alo. Va alaykum assalom. Kim bu? Bekzod aka, men Teshavoyman. Qayerdasiz? Siz bilan gaplashib olmoqchiman. Ha, Teshavoy, kelaver. Men ishxonamdaman. Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Teshavoy, o'zingni bosib ol, yur, ichkarida gaplashamiz. Qani Teshavoy endi, gapirchi. Nima bo'ldi? Nega bunchalik shokdasan? Bekzod aka, bilasiz, kecha Abdurahim akaning qizi Ruxsorani qabrga qo'ygan edik. Bugun ertalabdan qabristonga borsam, Ruxsora ko'milgan qabr ochiq. Ichida esa jasad yo'q edi. Nima? Jonsiz tananing kimga keragi bor ekan? Uni kimdir aniq o'g'irlagan. Maraz. Biz uni baribir topamiz. Jinoyatchiga jazo muqarrardir. Teshavoy, sen menga qabrni ko'rsat. Men shu paytgacha qanchadan qancha jinoyatlarga guvoh bo'ldim. Lekin bu gap bu yoqdadir balki. Bu yerda etik izi bor. Taxminan 43-razmer. Men shubhalanadigan inson esa bitta.